68 yılı 11 iyun. Kesak büyüp işlavatatdım. Ettirat başlığı Qacay meni başlap iskilat aldidagi meydanga elip geldi. O yerde 10 Qazaq yigitleri lay yasavatqılı bir hafta bolgan edi. Ularni ketkizip manga mushu layni äta işletishga bolgan qılıp yasap çıqsan, yaxshi işle deb jekilep ketip qaldı. Qarasam bütün meydanda yeyilip yatqan lay bazı joylari suyuq ve bazı yerde topularga sumu tegmagan. O'tirsiga bir qancha tağar samanni töküp qo'yibdi. Saman topuğumu aralashmagan bir döve bo'lib turdi. Bu iskilat ve ishxona binasının ögsiga selish uchun yasalgan xeyli cho'ng lay ekan. Su başlap kelip yerde yatgan rezinka ötüklerini körüp Sadunning so'zi yodimga keldi. 67 yılı aprel ayı kunlar xeyli soğuq bo'lib, layning ustiga nepiz muz tutgan edi. Layga tushishning oldida putlarimga g'az yig'ini surtdim. Chunki g'az yig'ining xususiyati soğuqqa qarshi ham ushib qolgan o'rinlarni davolashda unumi bek yaxshi narsa. O'tir maktabdagi chig'imda qish kuni putimning barmoqlari ushib, qip-qizil bo'lib ishib, terligandek suv chiqib jonga tekkudek qishib oyoq kiyim kiyolmay qolganda putimga g'az yig'ini surtib, uning bilan saqaytib olgan edim. Shuning uchun turmadagi turmushimda ham Nansandagi lay yasigan vaqtlarimda g'az yig'i bilan putlarimni yig'lab, so'g'uq layning ichida hech narsa bo'lmasdan, so'g'uqning ta'siridan og'rimasdan o'tkazatdim. U mening cho'ng do'ram bo'ldi. Layga kirib muzlarni qarashlatib dastiganda suv jon-jonimdan o'tib vujudimni titratdi. Ammo amalim qancha ishlashga majburman. Shundoq yo'g'on layni yasavatdim. Çoğun atara tarafdan qavul 7 kishi kelib, oyoqlarini yeshib, pushqoqlarini turib, yalang'idaq yugurishib, layga kiribla, "Voyjon, nima degan so'g'uq" deb to'lishib ketdi. So'g'uq chidamay chiqib ketishga nomus qildim-u, 5-10 minut voyjalanib ishlab, ondan chidamasdan o'lib bergan jon yo'q deb hammasi laydan qochib chiqdi. "Hoy, sening jining to'mimi? Bu so'g'uqqa qanday chidaysan" deb Sadu hayron bo'ldi va rezinka o'tik elib kelman deb cho'ng atirga ketdi. Yarim soatdan keyin 7 dona rezinka o'tikni ko'tarib kelib menga. "Men sen uchun cho'ng atirat boshlig'i Qodirbek bilan so'qishib qoldim. Men sana bir o'tik so'rasam, uningga o'tik bermaymiz. Yalang'ida qishlasin" deb tovlaydi. Men Qodirbekka, "Sen uning idisiga qarshimi, o'zigimi?" desam, "Sening uningga nima ishing og'riydi? O'lsin. Men uni layga sanjib qo'ygandek laydan chiqarmay ishiltiman" deydim. "To'g'ri xudoyim, eng cho'ng boshliqning holi bu" deb hayron bo'lib ketdi. Hamda rostdan qachon qarsam yerim beldan lay ichida yashaysan, qanday chidaysan, po'latdan yasalgan botir qiz ekansan deb hayron qoldim. Ular ishdan tushgandan keyin yana 2 soat lay ichida xolis emgakni tugatib qaytdim. Mushu 2 yillik hayotimni o'ylasam, haqiqatan ömrüm lay ichida o'tdi. Gongshi selishdagi bütün kesaklarning layini men yasab chiqdim desammi bo'ladi. 10 kishiga lay yasab chiqarib, hatto qo'l harvasi bilan to'shib beratdim. Uningdan tashqari menga kesak qo'yadigan urmusimi bor edi. Odatdagi odamlarga kuniga 300 kesak qo'ysa, menga kishilar ishdan tushgandan keyin 2 soatlik xolis emgakka 300 ni qo'yish norma edi. Bir kuni lay yasash yengil, kesak qo'ysin deb kesak chiqardi. Men yolg'iz o'zim 1700 kesak qo'yib chiqdim. 4-5 kishi lay chiqarib ulgurtalmadi. Shuning bilan shikoyatchilarning og'zi bir oz jim bo'ldi. Yoshlik kuchiga to'lib qushdak uchib turgan bir vaqtim edi. Gongshining bino qurilishini boshlaganda har birisi 20 kilo sement sig'adigan yangi chilaklarni elib kelib, shuncha yoshlar va qovul erlar tursimi, ularga to'shitmay semut to'shish vazifasi yana mening ustimda bo'ldi. U 2 chilak faqat menga xos chilak bo'ldi. Mendan boshqa hech kim tutmaydi. Uning ichidagi semut shuncha ig'ir yerdan oran uzib elib ko'taratdim. Murlarim sunib ketgandek og'rib, jinim ko'zimga ko'rinib ketadi. Chaqqan menib opirib to'kicha oldiraydim. Xitoy qumichidan yasalgan apkashlarmi 2-3 kun chidamasdan sunib turadi. Agarda semut yasab yoki to'shib ulgurtalmasam, yordamga birmi odam kelmaydi. Saqlab tursa turadi, yordam qilmaydi.
taraf-tarafdan yo'l bo'l chapsan deb tovlashadi. Dam olish vaqtida el qatori berib o'ltirsam, yenimda o'ltirganlar o'rinlaridan turishib ketadi. Shuningdan keyin ayrim bir chatga berib o'ltirib dam oldigan bo'ldim. Bir kuni bir eg'iz so'zmi qilmay o'tkazatdim. Sadunning so'ziga qaraganda ular qasdan meni qiynab o'ltirishni o'ylaydi ekan deb o'ylab ko'nglim yomon bo'ladi. Men nima qildim bularga degan savol doim ko'nglimga kelib turadi. Tushdan keyin bo'lganda Gongshining zaldagi kurash yig'ini qattiq qizib vaqirash, urush va shuor tovlagan ovozlar anglanib turadi. Qaysi bechara bu zulmning ichida azob chekayotgandi deb o'ylab Gongshi klubiga qarab qo'yatdim. 2 soat o'tgandan keyin atarat boshlig'i Qajay Gongshi partkon boshlig'i Shuji O'marbekning ayoli Nurilani boshlab kelib ma'an. Sen buni o'zing bilan birga ishlat, xolis emgaklardimi birga ishlasin deb ondan Nurilaga oyiqingni yeshib loyning ichiga kirib ishla, yaxshi ishlanglar deb vaqirib popoza qilib qo'yib ketdi. Nurilaning ikki ko'zining yosh to'xtamasini qatdi. Sol ko'zi va yuzi ko'p-ko'k bo'lib ishib ketibdi. Ko'zining ichimi qizil qon qo'ygandek, ko'zni ko'rib bo'lmaydi. Men ko'rib cho'chib ketdim. "Alloh, ko'zingizga nima bo'ldi ko'ramdi?" deb so'radim. Nurila o'ng taraf ko'zini qo'li bilan besib turib, sol ko'zi bilan atrofga qarab ko'rdi dedi. Qajay mush bilan urgan edi, o'shimdan ketarga oz qoldim. Qabdal Qodirbek Qajaylar Umarbekni bekmi urvatdi. U bechara o'lib qolarmi deb qo'rqyapman. 18 may yegan tayoqlarning texi yaxshi bo'lib ketmagan edi. Bugunmi bek urvatdi deb ansirab yig'lab ketdi. İçim ağrısımı hech qanday so'z ayta olmadim. O'zgarib turgan jahon hech narsaga ishinib bo'lmaydi. Loyiha tushmay go'rjakni tutib turing. Biror odam kelsa ishlagan bo'lib turarsiz deb o'zim loyni yasash bilan shug'ullandim. Allohning qudrati, hikmatiga hayron bo'lib tavba dedim. Men turmadan qaytmagan vaqtida ota-onam mening boshqa yiroq yerlarga yoki Bingtan harbiy o'rinlarga elib ketmasin, nima bo'lsa-mu o'zimizning yenida bo'lsin deb Gongshi partkon boshlig'i Shujisi O'marbekka iltimos yozib borganda, O'marbek Shuji uyida bir qancha kishilar bilan kavob pishirib, qimiz ichib xo'shal o'ltirgan vaqtga to'g'ri kelgan ekan. U bekmu xafa bo'lib, cho'ng atrat yig'ini ichib dadamni qattiq tanqidlab, turmada yotgan aksil inqilobchi qizini bizning Gongshiga elib kelish maqsadi bilan Gongshiga o'tinish yezib kelib, bizning ko'ngillik o'ltirishimizni buzib, irqimizni, rohatimizni ketkizdi. Gongshi undaq buzuq aksil inqilobchilarni elib keladigan yer emas. Undaq odamlar bilan Gongshimizning sha'nini bilolmaymiz deganga o'xshash ochiq so'zlar bilan dadamni tanqidlagan ekan. Ammo ular qancha qarshilik qilsa-mu, yuqorining o'rinlashtirishi bilan Gongshiga qalpoq bilan kelib qoldim. Shu so'zlarni qilib dadamni necha kun kurash qilgan O'marbek Shuji 18 may kuni hech kim chiqib turmagan o'rindiqda men bilan besib turib kurash qilindi. Bugun bo'lsa iltimos yezib kelib, irqimizni ketkizib, kursimizni tushirdi deb tovlagan Nurilani mening yenimga ilib kelib, menga boshqarib ishlat deb ketdi. Dunyo degan ajoyib narsa ekan. Shu vaqtida ular mushu kunlarning bo'lishini o'ylab ko'rganmikin? Odam baldir qo'ldan kelsa yaxshilik qilganga yetmaydi ekan. Keyingi kunlarda Nurilaning yaqin ko'rgan odamlarning birsi men bo'ldim. O'marbek mushu tayoq zarbasi bilan 2 yil og'rib yetib o'lib ketdi. Ammo Gongshi partkon boshlig'i Goshuji tartib chiqarilib bir martaba masala topshirib kurash qilinmadi. Hech qanday narsaga uchirmadi. Burun qandaq bo'lsa keyin shundoq toki biz ketishcha Gongshining shujisi bo'lib ishlab qoldi. O'marbek muavin shujining taqdiri mana shundoq tamom bo'ldi. Sharq Shamali Gongshi 2-cho'ng atratning 78 kishilik jinoyatchilar lageri. 21-iyun yozning eng go'zal chog'lari edi. Nansan tog'larining chiroyli husniga husn qo'shib, har tarafdan qushlarning yiqinliq sayrag'an ovozlari odamning ko'ngliga rohatlik beradi. Men kichigimdan tortib tabiatning go'zal manzaralariga havas bilan qarab, o'zirnishni va taloga chiqib tabiatga quloq solib anglashni yaxshi ko'rardim. Qushlarning chiroyli soz ovozlari bilan sayrashlarini, suvning shoqirab eqishlarini, o'rmonlarning o'ziga xos yiqinliq tovushlarini,
hayvonlarning, qo'ylarning ma'rashlari, otlarning kishnishi, kallarning mo'rashlari va yiroq yaqindan itlarning urgan ovozlari, xo'rozlarning chillashlari kang yeyilib yotgan etizlarda bo'z to'rg'ayning chiroyli sayrashlarini doim chiqib anglashni bakmo yaxshi ko'ratdim. Xalq askarlarining g'ungshi ichiga kirib ketganini ko'rgandan keyin gurjakni yerga sanjib tutib turib chiroyli mo'nliq sayrayotgan qaqqoq ovoziga quloq solib, tabiatning go'zalligiga havas bilan huzurlanib qarab turardim. Bir yiqimsiz qiyochiya so'ram bilan 4 otliq odam otqa bir odamni so'rtib elib kelayotganligini ko'rdim. Deb ichimga tortib qarab turib qoldim. Hamma odam tangla shu ovoz chiqqan tarafga qarab bo'layotgan ahvolni ko'rib, qo'rqindan gurjak jo'dolarni oldira ishqa selib ishlashga kirishib ketdi. Menmi cho'chib ketdim. Bu nima ish endi? Bu hunar chiqdimi? Otqa so'rtib sazay qilg'ili tursa, chimin jondan nimami qolar deb o'ylab, yenimda ishlayotganlarga qaradim. Bundan bir hafta burun bütün atrofdan qalpoqlari bilan ularning bolalari ham kurash qilinganlardan bo'lib 70 odamni yig'ib kelib, Gongshi atrofida ishlayotdik. Bechora xalq qo'rqindan beshin ko'tarmasdan ishlaydi. Yenimda ishlayotganlardan birisi, deb ulug' tindi. Qeyirlar pichirlab ichidan o'kinishga boshladi. Menga yaqin yerda ishlayotgan O'razan, bu ish bormidi deb qo'ding'ishib qo'ydi. Ko'p o'tmasdan heliqi otqa so'ratgan odamni bizning oldimizga kelib, yeshib bo'shatdi. Otqa so'rtib kelgan odamni o'lik deb o'ylasak, u o'rnidan turib ustini qiqib, mening yenimda yotgan gurjakni ilib ishlashga boshladi. Men hayron bo'lib turib qoldim. Biz o'lik deb o'ylaganimiz Abdulhamid bo'lib chiqdi. Hamma odam 5 minutda un chiqarmay o'z ishi bilan bo'ldi. 4 otliq xalq askarlari ketgandan keyin O'razan jimjitlikni buzib, "Nega ketgan eding?" deb so'radi. Abdulhamid hech narsa bo'lmagan odamdek xotirjam kulib turib, "Men Sari cho'qa mo'changda tag'am Abdul Xayrining uyiga bordim" deb javob berdi. "Salimjon, qanday qochding? U kuni midirlashga holim yo'q, yetib ketgan eding. Qanday qochalding?" dedi. Abdulhamid "Qechib qutuldim" degandek mag'rur holda kulib, hamma odam ishga chiqib ketgandan keyin kishilarning yo'q vaqtidan foydalanib, asta taloga chiqib yo'shirinib, yurib soyning beshiga bordim va bir yo'g'on bo'ta to'p bo'lib o'sgan yog'ochlarning ostiga kirib yo'shirinib oldim. Yarim kechadan keyin minib tong atqucha Sari cho'qi fermasiga yetib bordim. Tag'am Abdul Xayri uyida karvat ostidagi o'ramni yo'shirib sho'rpa va sut qaymoqlar bilan beqib bir oy degandek saqaytib o'rnimdan turdim. Bir kuni uyda o'ltirganda ustimga xalq askarlari kirib keldi va meni ilib mangdi dedi. Men uningdan shu Sari cho'qa mo'changdan otqa so'rtib mangdimi deb so'rab edim. Yo'q, kishilar bor yerda cho'qan silib otqa so'ratdi. Kishilar yo'q yerda birga minib ular bilan paranglashib keldik deb kuldi. O'razan uningga ochiqlangandek keskin holda, "Men seni aksal inqilobchi desa, o'qigan cho'ng o'rinlarda ishlagan, galstuk taqab, kostyum burilki kiygan, so'zlatlik o'zini tutgan bilimli odam deb ko'z oldimga keltirdim. Sen bir cho'loq quloq chidamas, nodon abga odam ekansan. Mana" deb meni ko'rsatdi. Bu cho'mildek inchiki ojiz qiz bola jinida bir ovoz chiqarmay g'ayrat bilan o'tkazdi. U seningdan ortiq qiyinishlarga uchradi. Sen bo'lsang nomus qilmasdan qochib yuraysan. O'lsangmi g'aybingni ko'rsatib, o'lsang bo'lmamdi degan edi. Abdulhamid hijolat bo'lgandan qisilib qoldi. Ishdan tushirga yaqin Mariya bilan ikkimiz zambilda ishlashga to'g'ri keldi. Zambilni yerga qo'yishimiz bilan Mariya olqini bilan o'ng taraf yuzini besib turib, "Voyjon, hajab ichimni pishiryapti, yuzim hech to'xtamasdan tortadi" deb ikki qo'li bilan bossimi yuzi to'xtamay tortadi. Mariya o'ng taraf yuzingiz tortqiniga qaraganda sizlarga bir cho'ng xo'shallik bo'lsa kerak deb chaqchaq qildim. Mariya, "Nadiki xo'shallik bo'lsin deysan? Bizga bu yaqin orada xo'shallikdan umid qilish mumkin emas. Bu yuzimning tortishi burundan bor, lekin ko'ngilsizlikka uchrab yoki xafa bo'lsam bek kuchayib ketadi.
18 maydagi kurash yig'inidan keyin bizni atratga elib berib, o'zlari yasgan sahnaning ustiga butun oilamiz bilan chiqirib shundoq qattiq kurash qildi. O'tganki kurashdan ig'ir bo'ldi. Kurash boshlanib 20 minut o'tmasdan sahnaga bir qism xalq askarlari bilan jandibosh, talva yoshlar chiqib bizni urib qiynashga boshladi. Bilamsankin, cho'ng atratda yuradigan qora qaylar deb bir daldush bor edi deyishi bilan mening ko'z oldimga keldi. Ha, heriqi ko'z qaylarmi? Buni anglab Mariya ovozini chiqarmasdan ichida shundoq kuldiki, ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. Voy, sen nima degan o'xshitib ot qo'yib olding? Rostdan uning ko'zi kuchuklarning ko'zidek cho'nqur, qop-qora, ma'nisiz parqarib chakchib qaraydi. Ha, shu qaylarni sahnaga elib chiqib, mening qizimga, sen bugun bu qaylarga tegisan. Bu bir yalang'och kambag'al sinfidan kelib chiqqan. Seni yoritib olaman deganga xo'sh bo'l. Agar ma'qul bo'lsang, mavu qog'ozga qo'l qo'ysan, to'y qog'ozini hozirlab elib kelamiz dedi. Hammamiz o'tqa tushib ko'ygandek bo'ldik. Akalarim Qosim, Hoshimlar alamdan tishlarini tishlashib singlisi qaraydi. Men ichimda bir ko'nglim bilan Allohga yalvardim. Qizim dadisi va bizni oyib o'zini o'tqa atmasin deb qattiq qo'rqdik. Qizim yo'q deyishi bilan chilbirdak etilib kelib, boltayni shundoq qattiq urib ketdiki, o'lib qolarmikin deb ansiraydim. 7 yoshlik o'g'lim chidamasdan chaqirib meni quchoqlab oldi. Otamni urma deb vaqiraydi. Kishilar kelib o'g'limni so'rab majlis maydonidan elib ketdi. Ammo uning yig'lagan ovozi yiroqdan qulqimga anglab turadi. Ular yugurib kelib, qizimni ma'qul demsan yo'q deb qiynaydi. Qaylar bo'lsa, menga tegamsan yo'q deb qizimning ko'ziga kirib oldi. Lekin qizim zodi ma'qul demadi. Mavu qog'ozga qo'l qo'y deb qo'lga qalamni tutqizgan edi. Qizim qalamni yiroqqa cho'rvatdi. Ma'qulga keltirilmagandan keyin ular bizni qattiq qiynab turadi. Boltay turolmay yetib qoldi. Yarim kechagacha bu ahvol davom qildi. Boltayni uyga o'g'illari ko'tirib aram elib qaytdi. Bu narsa hammamizga bir qattiq alam bo'ldi. Shu kundan boshlab yuzim to'xtamasdan tortib, hech holimni qo'ymadi deb Mariya ko'ziga yosh oldi. Jinoyatchilar lageri Qizilsayda 22-iyun 6-oy. Butun atratdan kelgan qalpoqliqlarni Qizilsayga yo'l yasash uchun elib ketdi. Bizning atratdagilarni 23-iyun kuni elib mangdi. Meni Muqajan, Shug'ayib, Majid Avzi, to'rtimizni qo'llarida pilmot, o'q tizilgan xaltalarni asqan, beliga granatlar qistirgan 4 otli xalq askarlari oldiga selib Qizilsayga elib mangdi. Qizilsay bilan bizning uyning orliqi mashina bilan 2 soatdan ortiq yo'l edi. Idir tog'laridan o'tib Chavchizi sayga tushdik. Chavchizi sayda qizil bayroq ham Tianshan atratlari joylashgan edi. Bu atratlarda o'tganda xalq askarlari kishilarga hayva ko'rsatib, bizlarga bol chapsan, ittikmon deb jinining bercha vaqirib, cho'qin ko'taradi. Ham qamchilarni jaraslatib, otlarni u yoq bu yoqqa choptirib, so'ran saladi. Buni anglagan butun atratdagi kishilar uy-uylardan chiqib qarashadi. Ertaga soat 8da yo'lga chiqqan odam kun patqanda Qizilsayga yetib keldik. Say og'zidan bir oz mang'andan keyin sol tarafdagi keng tuzlanlikka o'tganda yo'l yasash uchun kelganlar o'g'irlashgan yerga joylashgan ekan. Bir qancha qozoqcha uylar tikilib, emgakchilar shu uylarga o'rlashibdi. Biz kelib yotoqlarga joylashgandan keyin tamoqqa borgan edik. Yeydigan bir narsa yo'q dedi. Shuning bilan bir chini sovuq suv ichib qaytdik. Shundaq horg'in edim, put-qo'llarim seqirib, yetib dam olg'im keladi. Undaq yaxshi ish nada bo'lsin, o'rin ko'rpalarni elib kirib bo'lib, kurash yig'ini uchun erlar joylashgan qozoqcha uyga to'plandik. Uyning o'tirsiga ushshaq shexil toshlarni yeyitib, uning ustiga o'razaqni yukindirib, tiz bilan o'tirg'izib qo'ydi. Boshqa qalpoqlarni uning keyniga tizib turg'izgandan keyin o'razaq ustida kurash elib bordi. Odamjiq, taxma-taxmaq bo'lib, qozoq uyiga qoran sig'ib o'tirdik. Hech qanday gap so'z qilmasdan xalq askarlari masalani topshirdi.
O'razaqni dumbalab urib, tepib yumiltibdi. Chechiyuq paqirib, beshiga charsiltib, shapiliq bilan salatdi. Odam jiq kun issiq qozoq uyining ichi havosi eg'irlashib ketdi. O'razaqning Alloh taolo Allah deb zarlagan ovozi odamning yuragini ichishtiradi. Qarab turishga chidamay yuragim siqilib, o'zimda bir yomon holat his qilatdim. Xalq askarlari bo'lsa, O'razaqni to'xtamasdan urib tepatdi va masalani topshir deb chaqirtadi. Ular nima masalani topshirib edishni o'zlari bilmasa kerak va nimani topshirishni O'razaqning o'zimi bilmaydi. Shu arada talada saydin miltiqlarning etilgan ovozi va varang-churang ko'tarilib so'qishganlarning ovozi anglandi. Taladan bir minbin yugurib kirib, "Tunigan kelganlar yana kepti. Kurash yig'inini to'xtatmasanglar, bostirib kiramiz" deydi deb ansirgan holda majlisdagi minbinlarni boshlab chiqib ketdi. Hammamiz hayron bo'lib, bir-birimizga qarshi turib qoldik. Hamma odam xuddi tar qisilchoqdan kang yerga deb chiqib bir erkinlik his qilgandek bo'lib qoldi. O'razaq bo'lsa, hushsiz yuz ko'zi ishg'an, ham boshlari yerilib qonga milangan holda yotadi. Talada vaqirashlar texim kuchaydi. Ko'p o'tmasdan xalq askarlari kirib, "Tarqalinglar, berib uxlanglar" deb chiqib ketdi. Hamma tarqaldi. Uy o'tirsida O'razaq hushsiz yetib qoldi. Tong qorong'usida turib, Qizil Saydagi ko'mirxonga boradigan mashina yo'lning ko'rigidan o'tganki, qismini kengaytib yasashga kirishdik. Bizning asosiy ishlaydigan ishimiz shu yer bo'lsa kerak, ammo ish yengil emas. Tog' o'yil tosh bo'lib, uni qo'lab chiqarish intayin qiyin edi. Lim to'mir, jo'tlar bilan soatlab chopqanda aram bir yo'g'an toshni qo'mirish mumkin edi. Qattiq ishlashga to'g'ri keladi. Ish ig'ir, kun issiq. Toshliq tog' bo'lg'achqimi, boshqa yerlarga qaraganda Qizilsoy intayin issiq yer edi. Toshlar orasida choyon, kaslanchuk, yilonlarmi chiqib turadi. Cho'sh peshinga yaqin qolganda soydan 12 otliq odam o'rlab keldi. Bu soyda nima qilib yurgan odamlardi? Hech kim yo'q bu yerda. Ular nerdan keldikin deb o'ylab hayron bo'ldim. Balki mol izlab yurgan odamlarmikin degan o'y bilan ishlaverdim. Minbinlar bir-biriga shivirlab, "Oqshomqilar yana kelyotadi-ku, nima aynib ketolmay qoldi" deb xuduksirab qarshib turadi. Ular ot choptirib bizning yonimizga kelib, qator bo'lib to'xtab, bizning ishlaganlarimizga qarab, bir-birisi bilan asta tovushda paranglashib turdi. Minbinlar berib ular bilan qo'l elishib ko'rishdi. Ular xalq askarlari bilan paranglashgan bo'lib, biz tamoqqa ketguncha shu yerda bo'ldik. Ular xuddi bizni ko'zitishga kelgandek bizning ishlaganimizga qarab turdi. Bir qarsam ularning hammasi menga qarab, meni ko'rsatib bir nimalarni deb so'zlashyotdi. Nansandagi xalqning tomoshasidimi to'yib ketgan edim. Endi odam yo'q bu saydimi, ular nerdan kelib yetishdi? Nima tomosha bordi bu yerda deb ichimdan ranjib qo'ydim. Lekin ularning qarshidan ko'ngilga yaqin bo'lgan bir hisni sezdim-ku deb burilib yana qaradim. Ular yana menga qarab turibdi. Ularning ko'zidan do'stlik mehrini ko'rdim. Men bulardan ko'rgan yoki taniydigan odamlarmi deb ko'p o'yladim, ammo eslay Tamoqdan keyin O'razan boyiga kelgan odamlarni tanimsan deb so'radi. Yo'q, hech ko'rgan odamlar emas, tanimayman dedim. O'razan ular o'zaro sen to'g'riliq ko'p so'zlashdi. Ular seni tanisi kerak. Ular seni bir to'p erlar orasida yurgan chiroyli yosh qiz ekan deb qarg'ini yo'q. Ularning sana qaragan ko'zida hurmat va do'stlik mehri ko'rinib turadi. Ular faqat seni izlab kelganda ko'rinadi. Shuningga qarab, men seni taniydigan odamlarmikin deb o'yladim. Tunigun oqshom kelganlarmi shular? Ular agar kurash qilib odam uradigan bo'lsanglar, ustinglarga odam boshlab kelamiz. U vaqtda yaxshi ish chiqmaydi deb minbinlar bilan munozirlashib, eng oxiri minbinlar kishilarni kurash qilib urmasqa va'da qildi. 3 kun bo'ldi, bular bu atrofdan ketmadi. Ular bo'lmaydigan bo'lsa, bu xalq askarlari har kuni kechda bir odamni kurash qilib, urib, taldirib, hushsiz qilib tashlab, o'zi xalqancha qiynab o'ynamoqchi edi. Bu odamlarning bo'lgani biz uchun yaxshi bo'ldi. Bo'lmasa Qizilsayda bir qancha odamni ko'mib ketar edik dedi.
Күнде işten düşkəndən keyin aşxanaga o'tin terib kelish har bir odamning vazifasi edi. Qizilsay dal-daraq o'smaydigan tashliq tog' bo'lib, o'tin tepish qiyin edi. Men yataqning keynidagi tog'ning bag'ridan o'tin terib yursam, shundoq chiroyli muzika bilan bir qizning qozoqcha naqsha aytgan ovoz anglandi. Men naqsha anglangan tarafga bordim. Naqsha tog' bag'ridagi bir toshning tubidan chiqadi. Yaqinroq borsam, toshning tubida bir choponni beshiga yepib, 3 odam radio anglayotdi. Ular chopan ostiga yo'shingan bo'lsa-mu, lekin radioning ovozi butun tog'ni yangitib turadi. Muzikadan keyin Qozog'istondan Sharqiy Turkistonga anglatgan programmasi boshlandi. Men asta bilmagan bo'lib ketay deb mangan edim. Ayrim ostidan bir tosh sharaqlab, sayga qarab yumilab ketdi. Bu ovozdan cho'chib, heliqi 3 odam beshini ko'tarib, meni ko'rib, qo'rqib ketdi. Radioni anglab o'ltirgan 3simi men banglar ekan. Sovetning mushu radiosini anglagan har qanday odamni qo'lga ilayotgan bir payt edi. Bular meni ko'rib, intayin hodiqib ketdi. Men hech narsa bilmagan, anglamagandek asta menib ketib qoldim. Men deganlarmi bu radioni anglaydi ekan deb hayron bo'ldim. Qizilsayda bir oyga yaqin ishladik. Jinoyatchilar lageri. Adir orasidagi umid. 15-yil. Qizilsaydan bizni Udul Adir orasidagi bug'doyni o'rish uchun o'moq elib ketdi. Ertagan soat 8da Qizilsaydan yolg'iz ot yo'li bilan taq chiqib, sayga tushib degandek yuk taqalarimizni dumbimizga ortib mangdiq. Shuncha uzun yo'lni to'liq qo'rallangan bir qancha otli xalq askarlarining qamchilab haydishi bilan piyoda yurib, kes soat 10 bilan o'milgandek bo'lib oran yetib keldik. Erlarni taladagi traktor qo'ydigan lapas ostiga o'rlashtirdi. Ayollarga eg'ildek bir kichik kapi uyni ko'rsatdi. Ayollardan men, Mariya ham 2 pomishchik xanzu ayol bor edi. Biz shu uyga kirib, yerdagi tezaklarni bir kichik taxtay bilan qezib, tozalab, o'rinlarimizni soldik. Ertayanki tamoq bilan bir kun yo'l yurib kelgan odamlar tamoqqa chiqayli deb qochilarimizni ko'tarib chiqsak, erlar oshxonada tamoqmi, suvmi yo'q ekan deb quruq qaytib kelishibdi. Osh qursak kirib yotdik. Shunda herib ketgan ekanman. Butun badanim shuruldab, eriyotgandek seqiraydi. Bechara qerilar qandoq bo'lgandi deb o'ylab ichim og'ridi. Uxlagandek bo'lmasdan ishqi chiqinglar deb jallodlardek vaqirgan minbinglarning ochiq ovozi anglandi. Uyqudan ko'zimni ocha olmaydim. Butun badanim qetiqdek uyib ketgan, midirlig'im kelmaydi. Yenimda yotgan ayollar hech nimani sezmay uxlayotdi. Bu yerim kechida uyqumizni buzib nima qilmoqchi ekan? Tang yo'rg'icha bir oz uxlab olsak bo'lmasmidi? Dunyodagi zolimlar yig'ilgan yer ekan deb xafa bo'lib turg'im kelmay, uyqumni ocha olmay turatdim. Talada yotgan erlarni turinglar deb qamchi bilan charsitib urayotgan ovoz anglandi. Qamchining ochiqidan Allah Allah deb qiyirlarning yurakni puchilg'idek zoridan uyqum qochdi. O'rnimdan sakrab turib, yenimdagi ayollarni turinglar, minbinglar qamchilab turg'izyotidu bo'linglar dedim. Cho'chib uyg'ongan ayollar taladagi qo'rqinish ovozini anglab, g'al-g'al titrab, nima qilishni bilmay, olmon-talmon kiyinishga boshladi. Chiroqmi yo'q, ig'ilning ichi qop-qorong'u. Ular kiyimlarini silashtirib yurib tepib, o'ng ta'tir kiyishib tayyor bo'ldi. Ayollar qo'rqinimizdan maydonga erlardan burun tayyor bo'lib chiqdik. Heliqi tatliq shirin uyqum bizdan bedar qochdi. Hammamizni tizib ish maydoniga iltmangdi. Qorong'u kecha, yo'llar o'ng'ul-to'ng'ul menish uchun qolaysiz edi. Qiyirlar putishib yiqiladi. Bizni ishga ilib kelayotgan minbinglar keynida yetishalmaganlarni to'xtamay qamchilaydi. Tayoqdan qo'rqgan odamlar shundoq tez mang'atdi. Keynida yetishalmagan qiyirlar texmi orqada qilib qamchi ustiga qamchi yeb, voyjallab kelyotdi. Bu holat mening yuragimga qattiq ta'sir qildi. Ichim siqilib, yomon bo'lib ketdim. Odamlarni urmanglar deb vaqirg'im keldi. Ammo mumkin emas. Chunki bunday qilish hech qanday natija bermaydi. Tez minib oldida oldirab ketib borgan yoshlarga
To'xtanglar, astroq mangsanglarchu, u bechoralarni urib ketadi-ku, dedim. Yoshlar: "Tayoq yeb o'lgün keldimi, chapsam mang", dedi. Qeyirlar bizga yetisholmay, bekmo tayoq yeb ketdi. Ko'rmayyotamsizlar, dedim. O'razan achchiq bilan ular saq qoldi deb o'ylamsan, ular shunday qilib yurib hammasi o'lib tugaydi. Amal yo'q. Uningdan o'z beshingni o'yla, deb burunqidimmi tezroq minishga boshladi. Men bir oldimga, bir keynimga qarab, nima qilishimni bilmay, oxiri yo'limni davomlashtirdim. Xeyli uzun mangandan keyin tog' bag'rida terilgan bug'doy etisiga yetib keldik. Tongmi suzilib qoldi. Xalq askarlari keynida yetişilmay kelayotgan qiyirlarni to'xtamasdan qamchilab, "Bo'l chapsan" deb yirtqish ovozi bilan butun atrofni beshiq kiyib keladi. Bu dövrem almashgan xalq askarlarining tili zahar, qamchisi qonliq, qapqi yomon, yirtqishlardek yuragi tosh narsalar kelgan ekan. Shundoq yosh turib, bunchalik zolimlikni nadin o'rganib kelgandu, nima degan rahimsiz, ko'ngli qara deb o'ylab ajablandim. Ular yetib kelgicha biz qator sap tuzib, o'mi o'rishni boshlab ketdik. Hamma odam ruhsiz, chiroyidan qayg'u alam ko'rinib turadi. Kishilarning bug'doy o'rgan ovozidan boshqa hech kimmi bir og'iz so'z qila olmaydi. Xuddi shu qamcha hozir bosh ko'zlarga tegidigandek qo'rqib, bor kuch bilan o'mi o'raydi. Shu yillarda ishlab cheniqib olgan ekanman. Erlardan hech qilishmasdan, balki hammaning oldi bilan bo'lib ishlab keldim. Bug'doyni tezlab o'rganda hech kim menga yetisholmaydi. Shunda qattiq ishlab soat 10 bo'lganda atiyalik choy uchun soyga tushdik. Oshxonadan bir parcha kuygan non bilan bir qacha suv ilib kelib yemoqchi bo'lib, yonimda o'tirgan Bo'ltay, Shuqash, Sari Jo'rg'a, Zakariya qatorli qiyirlarga ko'zim tushdi. Bular 18 maydikidek bo'lib, qamchilangan bosh ko'zi, qisqasi hamma yeri tayoqisi qon uyib ishib ketgan ichinarliq bir qiyofatda edi. Men ularni ko'rib cho'chib ketdim. "Viyay, nima bo'lib ketdinglar?" deb ularga yaqinroq kelib o'tirdim. Shuqash atrofiga qarab qo'yib, "Chapsan mangmiding" deb qamchilab keldi degan so'zni orang deyaladi. Qayg'u alamga cho'mgan yuzidan ko'z yoshlari taramlab to'kildi. Mening ko'nglim buzilib, ko'zlarimga ixtiyorsiz yosh keldi. "Qiyirganda sizlarga bek qiyin bo'ldi" deb ichim og'ridi. Ular bilan paranglashib etib, yerda yerim yalang'ich bir odamning engrab yotganini ko'rib, yonimda turgan Jorsundan "U kim, nima bo'ldi?" deb so'radim. Jorsun, u o'razaq, kechicha og'rib engrab yotolmadi. Uni og'risaqmi, ishqi chiqsan deb so'rab kelib, daq yerga yotqizib qo'ydi. Bu qiyirlarning hammasi kechicha og'rib yotolmay chiqdi. Bir ikki qamcha tekkandan keyin hammasi gap qila olmay turib mangdi. O'razaqning turalg'udek holi bo'lmaganlikdan etis bishig'i so'rab ilib keldi. Qiyirlarga bek qiyin bo'ldi. Biz jinimizda aram chilab kelyapmiz deb qayg'uli holda ulug' kichik tinib qo'ydi. Shu arada kushkurt ovozi anglandi. Hammamiz hayron bo'ldik. Endi nonlarimizni ilib kelib o'ltirishimiz edi. Nima degan qisqa vaqt deb bir-birimizga qarashib turishimizga minbinglar ot choptirib kelib, "Chapsan bo'l, chapsan mavu udulimizdagi taq chiqinglar" deb vaqirib ketdi. Men non bilan ko'rishgani sumkamga silib, ko'rsatgan taqqa qarab ketdim. Keynimdan minbinglar ot choptirib cho'qan so'rallar bilan xalqni qamchilab, olov to'polon bo'lib keladi. Qancha tirishib chapsam mangsammi, lekin otliq minbinglarning qamchisi mangmay tegib o'tdi. Bularning jiddiyligiga qarab bir yomon ahvolning borligini his qildim. Yana nima ish bo'lar degan o'y bilan oldirab tog'ning ustiga chiqdim. O'miga kelgan har bir atrofning odamlari rat-rat bo'lib tizilib, bizni kutib turgandek o'ltiribdi. Hamma odamning diqqat nazari bizda edi. Minbinglarning ot choptirib hayvi bilan vaqirashlari, qamchining charsildashlari, tayoqqa chidamay zarlangan odamlarning ovozlari tabiatni surli qilib, ichinarli qiyofatini ko'rsatib beradi. Taq chiqib nega berib nima qilishimizni bilmay turib qoldik. Cho'ng atrot parkom sekretari Zolim Qabdil 4 xil unsurlarni bu yoqqa ilib kelinglar deb tovlagan edi. Uning yenida turgan 2 minbing yugurib kelib, odamlarni ishtirib dushkalab yurib, yig'in maydonining oldida turgan ustalning kayniga turg'izdi.
Məclisga kelgan xalq sinibi düşmənlərini yo'qotayli, sinibi düşmənlərdən öç alayli, yo'qolsin to'rt xil unsurlar, yaşasın proletariat diktaturasi deganga o'xshash shiorlar bilan keng edirliq dalolarni yangitib tovlaydi. Qabdil Keraybay mollaning yeniq kelib, sen Keraybay din niqabini elib xalqni din bilan zaharlab kelding. Sen mushu jinoyatingni bilamsan. Sen xalqning ham kommunizmning dushmani deb barmoq bilan Kerabayning beshiga o'qigan edi. Kerabay santurlib berib yenidagi odamlarga yo'linib turib qoldi. Qabdil o'ruq, uzun bo'yliq, panoq burun, yalpoq yuzlik, qismoq, chiqir ko'zlik, qosh kirpik chochlari oq seriq kelgan, rangi seriq, qopqi yomon, tili ochiq, mijazi aski, qo'rqinchli odam edi. Uning chiroyiga odamning qarg'usi kelmaydi. Joza üstel atrofiga gongshi kadrlari kelib majlis haqida so'z boshladi. Siyosat bilan kishilarning yuragini mujib bo'lgandan keyin sinibi dushmanlarga qanday muomala qilish to'g'risida so'zlab o'tdi. Ondan maydonga bir-birlab ismimizni chaqirdi. Birinchi bo'lib men chiqdim. Bir parcha oq latiga yo'g'on qilib, men naq aksil inqilobchi So'yingul deb yozilgan ekan. Her kimge öz qalpıqı bo'yicha yezilgan latin taqatdi. Bu berilgan narsani kimlarga taqab yurisizlar? Agar kim taqmasa, eg'ir chora ko'ramiz dedi. Faqat menga va yer islohoti vaqtida pomishchik qalpıqı kiygizilgan xanzurlarga va qozoqlardan ishlab chiqarish atirsidagi Jidansha bilan Fatihaning qizi Tursunning eri Ahmadga uning go'mindan vaqtida askar boshlig'i bo'lgan deb berdi. Men ularni elib o'z o'rnimga kelib turishim bilan Kerabay molla hushidan ketib yiqilib tushdi. Xalq askarlari kelib uning ikki putidan tutib so'rab bir chetga elib chiqib qo'ydi. Ung'ul-dung'ul yerda so'rab ketayotgan Kerabay mollaga qarab, nima bo'lib ketdi jahon deb ko'nglim yomon bo'ldi. Kerabay o'tir bo'yliq, 60 yoshdan oshgan, chiroyidan iymon nuri bor, salobatlik, bilimlik, oq ko'ngil, yumshoq so'zlik, aqlli odam edi. Ko'p o'tmasdan Kerabay hushiga kelib, ko'zini ichib taslikda o'rnidan turib, mening yonimga kelib turdi. O'ziga ishonmagandek boshini lang'ishtirib, qo'llarini harakatlantirib ko'rdi. Asta ovoz bilan: "Menga nima bo'ldi?" deb mendan so'radi. "Hushingizdan ketib yiqilib tushdingiz" dedim. Pochtak chilinish bilan hammamiz ishga tushib ketdik. Dam olish vaqtida men bergan latini yilin chapinimga tikib oldim. Qarasam Ahmadning beshi sanqilab shundoq ruhsiz o'ltiribdi. Yeniga berib, u latini chapiningizga tikib beraymi deb chaqchaq qildim. Ahmadning ochig'i kelib, o'zing mukofot olgandek taq-taq dasab chiqib, xiyoningga kelmasdan xuddi xushal bo'lgandek chapiningga tikibmi olding'u? Bu xushal bo'lgan narsami deb ochiqlandi. Men Ahmad buning hammasiga xafa bo'lib jon to'shamdi. Taqa deb berdi. Chapanga taqmay amalimiz yo'q. Dastlab qadam bo'lg'achqa sizga eg'ir tuyulyotidi. Qo'rqqanni qo'g'lab versang botir bo'ldi deydi. Keyin sizmi o'ginib qolsiz. Dunyo degan shu, birda yaxshini, birda yomonni ko'rsatadi. Lekin hammasi o'tib ketadi. Siz ko'pni ko'rgan bir er kishi, hammaga chidamliq bo'lish kerak. O'limdan boshqasi tomosha, sabr, taqatlik bo'ling deb ketib qoldim. Ahmad beshini sanqiltib o'ltirib qoldi. Tushdan keyin bir vaqtda minbanglar kelib, Ahmad, Abdulhamid qatorliq 3 odamni Gongshida o'tkazildigan kurash yig'iniga elib ketdi. Ertasi ish ustida qarasam, Ahmad ko'rinmaydi. Abdulhamid kelibdi. Men yenimda ishlayotgan Jorsondan Ahmad yo'q-ku, ishga chiqmaganmi deb so'radim. Jorson u endi menga ishga kela olmaydigan bo'pti dedi. Men hayron bo'ldim. Nimishqa, nima bo'pti deb so'radim. Jorson tunigun ularni Gongshida o'tkazilgan kurash yig'iniga elib ketgan edi. Yig'inga borguncha yo'ldan uyga kirib bolalarni ko'rishni o'ylagan ekan. Qiynanisi Fatiha chiq uydan. Sana nadiki bola, men ularni sana ko'rsatmayman deb qo'g'lab chiqiribdi. Chunki uning xotini Tursun boshqa bir odam bilan buzilib ketib qolgan ekan. 3 bolasi, ayolning onasi Fatihaning qo'lida qolgan. U ayol bir oz qattiq ayol edi.
Ahmet Goңşedagi kurash yig'inidan qaytib kelib, o'zlarining ot eg'iliga kirib, o'zini o'zi esib o'ltiryapti. Bugun atigan 2 odam berib, uni bir azgalga opirib ko'mib ketdi, deb g'amkin holda beshini chayqab qo'ydi. Ma'mu ig'ranlandi. Tunugunki qiyofatini ko'z oldimga keldi. Ruhi bek tushkun edi. Buning hammasini ko'tarolmagan o'xshaydi dedim. Belki kurash yig'inda qattiq urib o'ltirilib qo'yib, o'zini o'ltirib oldi deb uyga elib ketib, esib qo'ydimikin debmi o'ylab qoldim.